balandliklardan sakira olmayapsan. Balandliklarga уже chiqa olmayapsan. Uzoq joylarga yugurib bora olmayapsan. 5-chi, 6-chi, 7-chi etajlarga liftsiz, ortiqcha nafasingni bezovta qilmasdan, to есть hansiramasdan chiqa olmayapsan. Qancha narsaga erishsang ham baribir tengdoshlaring bilan o'zingni taqqoslab atstali deb his qiladigan yoshing. Chunki umringni sarhisob qilishni boshlading bu yoshda. Kurug общениең torayib ketyapti. Siqilma, bu seni aqlingdan. Qancha odam aqlli bo'lib borsa, uni kurug общенияsi torayib boradi. 30 yoshingda hayot pul bilan emas, sog'liq va oila bilan bog'liqligini tushunib yetasan. Ba'zi zamonaviy texnologiyalardan ozgina orqada qolganingni his qilding. Zamonaviy hazillarga ba'zi tushunmayapsan. Do'st orttirish oson emasligini tushunding. Yosh parichkalarga qarab bitta havasam qilib qo'yasan ba'zida. Tengdoshlaring bilan farzand ko'paytirish bo'yicha musobaqa ham o'ynab qo'yasan. Do'stim shunaqa yoshligiga yetkazganiga shukr. Ko'p ishlarimiz bor hali oldinda. O'zingni ehtiyot qil.